Assalomu alaykum, Ekazamim Begum YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimiz mehmonlar, xudo xolasa ishlarimiz xudo xolasa davom etyapti. Xudo xolasa mana bu yerda ko'rishlar mumkin. Yangi go'nglarni olib kelib, bahorga xudo xolasa tayyorlab qo'yyapmiz. Shu o'rinda bir narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Shu ozgina mehnatimizni qadrlab, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib turgan aka-uka, opa-singillarimizga kattakon rahmat aytib qolaman. Shunchalik mehnatimizni, ozginagina mehnatimizni qadrlab, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib turgan hammaga kattakon rahmat. Shu orqali mana xudo xolasa bu yil anchagina begomuz sotdik, Kaliforniya cho'lchanglardan sotdik. O'zimizdan ortib boshqalardan ham begomizlarni sotishga yordamlashdik. Xudo xolasa hammaga kattakon rahmat. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib, videolarimizni iloji boricha like bosib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. Xudo xolasa bahorda begomizlarimiz chiqadi, hammasini video syomkalar qilib chiqaramiz. Kanalimizni kuzatib borasizlar, xudo xolasa. Shu o'rinda hammaga kattakon rahmat aytib qolaman. Mana ko'rib turibsizlar. Bu joyimizda qo'limiz bo'shaganda videolar qilyapmiz endi. Ko'rib turibsizlar, mana bag'lardan ko'rsataylik. Mana bu shu joyimiz. O'tgan safargi videolarimizni ko'rgan bo'lsalaring, mana bu yer ariq edi. Ikkala yonida baqlajon ekilgan edi kuzayda. Baqlajonlar olib tashladik. Ariqlarimizni ko'mib, mana shu yerda go'nglarga joy qildik. Xudo xolasa bahordan mana shu go'nglarimizni ikkala yonga tashlab, xudo xolasa bu yerga ham bir hektar qilib, mana bu yerga ham cho'lchang tashlaymiz, xudo xolasa. Xo'p, ko'pchilik so'rashyapti, hozir cho'lchang olib tashlab ko'paytirsa bo'ladimi deb ko'pchilik so'rashyapti, telefon qilishyapti. Xudo xolasa bahordan tavsiya qilamiz. Shu cho'lchanglarni olib bahordan boshlash tavsiya qilamiz. Hozirdan boshlash tavsiya qilmayman. Misol men cho'lchanglarimizni yangi joyga borgandan keyin kamida 15 kun yangi joyga moslashib, go'nglarimizga moslashguncha 15 kun vaqt ketadi. Bu ham yozgi kunida, bahorgi kunlarda, havolar issiq kunlarda shunaqa vaqt ketadi. Hozir qish kunida cho'lchanglarimiz ham yaxshi ishlashmaydi, ishlashadi-yu. Havolarimiz isib qolganda shunda cho'lchanglarimiz ishlashni boshlaydi. Qolgan payti ishlashi jicha suv bo'ladi. Sovuq kunda pastda ishlamaydi. Bular ham dam oladi desak bo'laveradi. Sovuq kunda muzlama bo'lganda pastga tushib olib, bular ham jon saqlashga harakat qiladi. Shuning uchun mana ko'rib turibsizlar, g'ozonlardan qalin qilib yoyib qo'yganmiz. Tavsiya qilamiz g'ozonlardan qalin qilib yoyib, qish kuniga tayyorgarlik qilishdi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu yerda g'ozonimiz juda qalin. Mana cho'lchanglar mana ko'rinayotgan bo'lsa, cho'lchanglarimiz bu yerda ishlayapti, ana pastda. Ko'rishlar mumkin. Ancha past, mana g'ozonimiz juda ham qalin qilib qo'yganmiz. Qalin qilmasak, qishda cho'lchanglarimiz muzlamada ozgina qiynalib qolishi mumkin sovuqdan. Shuning uchun tavsiya qilamiz g'ozondan qalin qilib tashlab, qish kuniga tayyorgarlik qilishni tavsiya qilaman. Cho'lchangni ham hozirdan boshlash tavsiya qilmayman. Chunki havolarimiz sovib ketsa, bitta muzlama bo'lsa, cho'lchanglarimiz ancha ziyon yetib qolishi mumkin. Shuning uchun tavsiya qilmayman. Yaqinda ham Surxondaryodan bitta akamiz telefon qilishdi. Cho'lchanglarimizni hozir olib kelib beralasizmi? Ustiga parna qilib salafan yozib bo'lsa ham qishdan chiqarib olaman deydi-yu akamiz, lekin u akaga bahordan boshlang deb akaga tavsiyalar qildik. Xudo xolasa bahordan tashlab beramiz akamizga ham borib. Nasib bo'lsa, bahordan mart oylaridan bo'lsa, havolarimiz isib qolsa, bemalol borib tashlashimiz mumkin. Xudo xolasa hammaning ishlariga rivoj tilaymiz. Videolarimizda yangilar bo'lsa, mehmonlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Hammaning ishlariga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa yaxshi videolar qilib chiqarishga harakat qilamiz.